Başına qarasang, babayning pershatkasi ko'tarilgan bo'lgan mujit. Ol babayga kil deb aytdi. Aning bilan birga babay yo'qqa chiqadir. Bir-ikki otnaga. Zatul vaqtda kajam atagында kirib bolaydi. Ko'ngilli, rahat yurish ol vaqtni. Bunda pishmoqda sıyır buzovlag'ich, buzov kirta turgan o'rin bo'lsa, qulchabig'iz ali. Ana bit bor. Barkan ishni. Mening vaqtda endi moliylari bor edi. Mol indattalari buzovlarni, lekin bik qoti salqin bir qishda ega buzov olib kirdilar. Ey rahat bo'ldi, ey ko'ngilli bo'ldi. Bala shag'ashi berak rahat bina butun kishiga silab yurayim shu vaqtni. Menga abaka ayta, sening vaqtda buzovg'ina kirgan mening balakay shaqda sıyırda kiraydi ega deb. Shoqqat bo'l, shinay bir ekan bit. Sıyır uyga kira turgan bo'lgan. Sıyırni ilsof bilan salovat tinglab o'tiradir bizni. Uyda sıyır bo'lgan, ko'z oldiga keltirasizmi ilsof? Uyga sıyır kirgan, uyga korova bola doma. Ko'z olig'ina tugul, sıyır, buzov, sariq baranida shunda. Shibilarda tovuq, karavotga o'tirsam, ostdan qostishlarga mujit. Urnushar bola, abi baba, yatiyani shul bir yurtda shovg'ir kelib, rahat etib yashaganlar, zarlanmaganlar. Nechik zarlanasın? Kurshida da naq shunday qalbit. Bu ya Kurshida da shunday, Tiguranlarda da shulay yashay. Kurshi ovulingda naq shunday butun kishi bir tegiz yashagan, bir kimdan kunnashmagan, rahat etib dunyo kutganlar, yashaganlar. Mening abika ayta, biz eshikni biklab ishida chiqib ketaylik, tiravda tiramidrik daja deb aytib, narsa o'rlasınlar sanalarından deydi. Ar o'zlarining indida shunday g'ayber indi deydi. Bir o'ylasam shulay bit endi. No servant bar endi, servantning ishi to'liq motor shashakli shashkalar bormi sizda da? Ol shashkalar bilan bir qo'shanda bir kundan da ishkani bo'lmadimi sizda da? Ularning funksiyasi zo'r, ularning ishida sadaf, jip, ina, shunda vaqqa saqlana. Biz shunday boy yashagan biz jamoat. Даже shunday krutoy shashkalarda shuning ishingni aytirgan bizda. Ening bizaga bo'lgan meni xatlik nakleyka, Betxun Chakraborti nakleykasi. Nedir sonra Sheshlo opaning nakleykasi bor edi, bormi sizda da? Ana kim ekanini bir kimda bilmaydi. Bizni tug'anda tug'il, u eng turda yopishib turadi. Ko'ngilli, baxtli. Ol uylarning rahatlik, ol abi babaylarning bizga o'rgatganlari menga unutilmay. Sizning de abilar, abi tug'il, babay ular abilaringiz, atilaringiz ortidan qolishmasga tirishib, shipshin shalg'i tutib, pishan chopqaningiz bo'lsa, qulchabig'iz ali. Albatta bo'lamiz. Anavi hozirgina elektricheskiy benzin trimerlar aylanib qoldi. Rahat tug'il bitul. Pishanning shalg'i tovushlari pishan chopqandagi babayning ratni shiqqashdan g'urur bosib shalg'ini aylantirib qo'yar edi de kissasindagina narsa deb atalgan shu bir shosh etib narsa endi shu yong'irag'ani eshitib turadi ovulga hatto esingizdan ekan yo'qmi bir shush etib jigar shosh yara tovushdan o'tirmag'iz jirayta shoyramshka babay deb o'ylab qo'ydim o'zimni biroz o'sha deb aytadi. Yo'q, babay nosharsiz aytgani bo'lmadi. Babay bütün babaylar debgina qo'yadir ya. Qo'stanlari jigira turgani. Yana o'g'ish bilan shu analsin babay o'rgatadi bizga. Narsa dey? Ishlaganing mening ishim bo'lsa, O'rganganing o'zingga. O'rganganing o'zing ishim bo'lar. Qayam bilding deb so'rasalar, Babay o'zim bildim deb ayt. Qara bizning babaylar butunisi bir maktabda o'qiganlar. Mana shu g'odigina pishan shabuda bizning totar tili, millatimiz o'si ustida zo'r ulushi bo'lgan. Bilasizmi nima uchun? Chunki atilar o'llari bilan siylashganlar, o'rtaq ish ishlaganlar. O'rtaq ishda nechik siylashmishligida bo'g'indan bo'g'inga xizmat yaratganlar, oralar yaqinroq bo'lgan. Hozir o'rtaq ishlarga ishda yo'q bit qizg'anishga qarshi. Siylashmagach nechik til ortsin deydi, nechik til saqlansin deydi. O'lg'ina tugul, bizning ovuldagi ishlagan ishlar Tuğanlıqni da saqlagan. Şu pishanni olib qaytganda imash yeb kimlarning olib qaytgani bor edi. Barkan ishni tuğaning bilan talashmaysan, o'zingina pishan olib qaytasin kelmasa. Imash yerga kerak. Imash yeb barang o'tirtib, imash yeb baranga olurlar, shulaymi? Sizda da baranga baqchasi yildan yil barakaylanami u? Alla narsagina shunda. Kutuv chiqamisiz? Kimlarda kutuv chiqa? Qilchabig'izlar, kimlarning ovullarida kutuv? Elektricheskiy pastuxmi? Shinmi? Saybat. Sen elektricheskiy pasto. Shinga jetmay. Abada sirmali. Uzoqroq ketding. Sirisi kela. Kimlarning ship-shin shibirqi tutib, kutuv kutgani bor? Qo'l chavamiz. Sizning toshni varsiz, shunda sizga g'ayrangandir endi. Yo'q-de. Rahat bitul. Irtuk turib kutuvga chiqib ketulari. Rahat tugul bitul. Irtuk turib kutuvga chiqib ketuv. Yong'og'ina klubdan qaytib yotgan bo'lasing, o'sha tur
hadi bar bulun kaşık varsın deyip çıkar. Bulunda yokla bulamını yıl irten. Anda bet şık düşken bula. İyi jelliydim min sıyırlarını. Sıngırak durup da şıksalar bular iyi bitindi bular hadi. Özümde jelliydim indi. Oş isi kile, avit kahattık vakit köp iş bağırdı başlagan bula. Yani tıgıp jibergen tavuk yumurkasın ezgine erşip jiberesin. Şırpı kabında tuz. Tartıp çıkarasın. Uzgan yılgı yumurka sarısın baytıp etip gine koyasın da. Manıp aşap jiberesin. Anın temdeligi. Dert kirip gite derman. Abit kahattık tıgında aşavasın. Mında aşavasın. Uz avlının balınlarında huja bolup sıyırlar artından jigir berüge nerse jite. Kaya barra! Brrral! Deyip bu bit. Mine bit tatarşa kışkırgan biz. Tatar tilini üstürgen bitindi bu. İyimi? Brrral! Deyip. Ah! Deyip. Rusça'da kışkırgan. Nasıl bunda itirge yaramayın da. Rusça bile tuşun aşağıya bir tugul bitindi. Üretken bitin aslında. Abit jite. Abit da toplavga sıyırlarını kırtaydık da. Ebekeyinin oşarga ap kilgenin kiteydik. Ebekey nimdigine isse pagoda bolsa da jön noskiların kiyip bizge kıstavı köterip gelip jiteydi. Ana şabalasın kişke hattık vakit ekringine ötüp gite. Kütüde en uzak öte tırgan vakit soңғы bir saat kalgaş. Da. Bütün sıyırlar avulga karab basa. Avulda kütü karşılarga kelgen bütün kişi sıyırlarına karab tura. Bir saat boyu birbirine karab turgandan soң yarı degen tavuşka bütün sıyırlar avulga şaba başlıyor. Avul janlanıp kete. Avulga temli is sara ol isine maşınar tigi yakkap kete, bu yakkap kete. İşik aldına biresinin sarığı kelip kira angıra şekilisi kışkırıp yeri. Anı yaptın koydun Allah'tan bergene şükür desin de. Kiresi mal avuzunu jırtıp kira ol deyip etey bizim. Ey Cemal, Allah yaramayın de.